Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Muhtaram azizlar, mo'min musulmon birodarlar, gruppadosh og'aynilar, barchalaringizga Sayyidul Ayyom juma kuni muborak bo'lsin. Siz azizlarni marhamatlaringiz bilan Alloh subhanahu va taoloni buyuk fazli bilan masjidimiz mana shu holatga keldi. Bu uchun Alloh subhanahu va taologa qancha shukronalar aytsak oz. Parvardigori olamni buyuk marhamati bilan biz mo'min musulmonlar mana shunday katta bir masjidni qurishlikka muvaffaq bo'ldik. Albatta bu yerda bir qancha musulmon birodarlarimizni, masjidimiz qavmini va homiylik qilgan barcha birodarlarimizni hissalari bor. Barchalarning haqqiga hamisha biz duoda bo'lib turibmiz. Lekin azizlar, hali masjidimizga ish to'xtagani yo'q. Hali ish endi boshlanadi desak ham bo'ladi. Buni hozir o'sha ustun yopish jarayoniga kelib qoldik. Inshaalloh gumbazlarni qo'yib, undan keyin ichki o'sha holatini inshaalloh suvoq ishlarini boshlaymiz. Tashqarisini adrashka qilib inshaalloh g'ishtlarni terishni boshlaymiz. Hozirda o'sha mablag' masalasida ozgina qiynalgan holatda ustalarimiz ham ishni to'xtatganlar. Shunga inshaalloh befarq bo'lmasangizlar, inshaalloh bir yaqin qarindoshlarni, og'aynilar, o'ziga to'q katta bir sarmoyasi bor birodarlar bo'lsa agar shularni jalb qiladigan bo'lsak, addalu alal xoyri kafa'iliha, ya'ni yaxshilikka dalolat qilgan uni qilgani kabidir degan muborak hadisga muvofiq bo'ladi. Inshaalloh shu hadisga muvofiq har bir hissa qo'shganlar, har bir mana shunday yaxshi insonlarni chaqirganlar ham katta bir ulug' ajrga ega bo'ladi. Qolaversa, bu masjidni har bir qo'yilgan g'ishti, bu yerga qilingan xizmatlar inshaalloh o'sha bandaga qiyomatga qadar savob olib keladi. Bu yerga o'qilgan har bir rakat namoz, har bitta qilingan zikrni ajr savobidan ularga albatta ulush boradi. Mana shuni unutmagan holatda Alloh subhanahu va taoloni qiyomatdagi ulug' jannatdagi qasrlari mukofotini inshaalloh niyat qilgan maqsadda yana jam bo'ladigan bo'lsak, yana ham fikr ham jihat bo'ladigan bo'lsak, inshaalloh biz maqsadimizga yetamiz. Bu masjidlarni qurib bitkazib, Xudo xolasa bu masjidlarni obod bo'lib bu yerlarda namoz o'qishlikni Alloh subhanahu va taolodan so'rab qolamiz. Alloh taolo hammamizni o'zi muvaffaq aylasin. Ehson qilgan, xizmat qilgan birodarlarimizni Alloh taolo ikki dunyolarni obod aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.